Assalomu alaykum gaz balons kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizda 10X mashinasini olib qo'yganmiz. Turbina motor, bu yerda mana trekker mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizdagi 63 tali propan o'rnatib beramiz. 10X mashinamizdagi 90 tali propan balon o'rnatib beramiz. Hozir montaj ish jarayonlari ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi Polsha original stak zapchastlari bilan qo'yib beramiz. Bu yerda mana trekkerimizni ozgina ishi qolgan. Ko'rasizlar, reduktorimiz ham Polshaniki stak mahsuloti. Mnogorazniy filtr, одноразовый filtr. Phoenix blok upravleniyasi bilan qo'yib beramiz. Injektorlarimiz mana 0.31 скоростной спортивный injektor. Bu yerda mana Matiz mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga 3-pakelikni qo'yib beramiz. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, gaz balonimizga murojaat qilaverasizlar. Hammalarni kutib qolamiz. Sifatli mahsulotlar bilan chiroyli o'rnatib beramiz. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib qo'yasiz. Like bosishni unutmang.